Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Urush davrida sevgi bo'ladimi? Bo'ladi. Oila qurishlarchi? Bo'ladi. Bolalarchi? Ha, bolalar ham tug'ilishi mumkin. Unda urushda nima bo'lmaydi? Bolalik. Inson hech vaqt chorasiz emas. Faqat u duosiz bo'lishi mumkin, xolos. Shu uzoqdan yaxshi odamga o'xshaysiz. Iltimos, uzoqda yuravering. Shu narsani bilingki, jannatni ko'rib ortga qaytgan yagona zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Va yana shu narsani bilingki, u zot biz uchun qaytganlar. Kimga maza qildingiz? Javoblaringizni izohlarda albatta yozing.